devor mana idealniy qurgan. Остальной namni ketkazish uchun gidroizolyatsiya обязательный surtamiz. Burchagimizda namlik yuqori darajada chiqqan. Shunga izolyatsiya, ya'ni o'zining maxsus izolyatsiyasi bor. Biz hozir gruntovka bir sloy o'tamiz. Knafning B1 degan gruntovkasi bor, Knafniki 17 markasi. U gruntovka juda ham zo'r. Gidroizolyatsiyada juda zo'r ishlaydi, qatlamgacha boradi. Hayot bo'yog'i ham zo'r bu ham. Ikkalasi ham почти hozir bir tempda yuradi. Gruntovkani o'tib bo'lganimizdan keyin devorimiz shu tomonini, mana shu основной cho'miladigan joyini mana shunday izolyatsiya qilib, polgacha shunday chiqib ketamiz. Faqat mana shu taraf. Endi bu yoqlarda основной suv sachrasa ham bizda xavotirli joyi buni orqa tarafi uy. Shuni hisobida shunday izolyatsiya urib chiqamiz. Savol bo'lsa, kommentariy обязательно kutib qolaman.